Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi o'g'ilimiz video obzorini boshladik. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. Adashmasam endi bilmadim, bu nomi qanaqa. Xo'p, asha aytganimizdek lotka modelimiz 420 ga 220. Kreslosi, 4 ta taburetkasi 290 kalyonni aynagi mana. Bitta ko'rib paslar o'zinglar. O'zinglar bitta baho berasizlar. Mashq holatida hozir xonani razmeri o'zi katta ekan. Xonasi deydi 7 metrli xona ekan hozir bu. Bu 5 metrdan osha joyda egallagan hozir mana shu turish. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana qo'shimcha joy qo'ygan. Xo'p, ichlari 100% saxsni yog'och. Sidinalari, spinkalari pon 22 plus machalkada bo'lgan. Materiallari moshi, koja material emas bu. Lata yuvib artib ishlatsa bo'ladigan materialdan. Mana garantiyalarni beramiz. Behijolat. Xo'p. Mana buni kalyonni aynagimiz mashhad. Har safariga 6 ta oyoq qilib qilingan. Mana ishloviga bir o'zinglar baho berasizlar. Gold qilib ishlangan mana. Tumbas tabletkasi 4 ta bonik. Mash holatida hozir 15 ta odam kuzoradi bemalol. Ona ham katta ekan o'zi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu akamizga Rossiyadan turib zakaz qilgan. Mash turishi mash komplet $800 ga Qo'rg'ontepaga olib kelib o'rnatdik. Qo'shimcha narsasi bor buni. Hozir xon taxtasini ham qo'shib ketaman. Ko'rasizlar o'zinglar. Xo'p, mana. Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi o'g'ilimiz video obzorini boshladik. Ko'rganinglar lotka modelimiz. Bunimizcha kichikroq razmer. Zakazga tayyorlangan. Qashqadaryo shahri Sabz akamiz zakaz qilgan buni. Hop, bunaqasiga keladigan bo'lsak, hozir 3 metr rasamashiga to'g'ri 380 bo'ldi hozir. Mash turishi 380 ga hozir mana bu 220 bo'ldi. Tumbasi bilan 2,5 metr joylarda egallaydi. O'yinchap yo'q, uylar to'rala burchaga aylanib tushoradi. Kalyonni stolimizda aytganimizdek 1.75 ga en 85, balandligi 70 dan oshiqroq. 100% sasni yog'ochda bo'lgan. Buni materiallari shu mo'yshik, koja emas. Lata material artib tozalab yuvib ishlatsa bo'laveradi, xudo xolasa, behijolat. Stolimizda aytganimizdek kalyonni. Buni mana shu manaqa chekasida pechati bo'ladi. Shu pechati kalyonning belgisi bo'ladi bu. Mana shu pechati bo'ladi buni. Hozir mos go'sht tagida ekan. Germetik qilinganligi uchun mana bu narsa yopishtirib qo'yilgan. Uni uyga borgandan keyin chiqarib yuborsa bo'laveradi. Xo'p, shu uylarda to'rtta burchaga aylanib tushaveradi. 4 ta pufik qilib berganmiz. O'zi 2 ta pufik bo'ladi bunda, komplektda. 2 ta pufikni qo'shib berganmiz. Bonus sifatida. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mabodo zakaz qila olasizlar, murojaat qilsanglar. Ismim Nodirbek, telefon nomerlarini qoldiraman, WhatsApp, Telegram bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar, telefon qilib zakaz qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, mash komplektimiz mash turishi $650 ga bo'ldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsanglar, chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Mash komplektimiz mana $650. Ichlari 100% sasni yog'ochda bo'lgan. Sidinalari ponni parallon aylangan. Kresloyimiz. Bu kresloyimiz отдельный hisoblanadigan bo'lsa $100. Mash komplekt hozir mash turishi $650 ga qilib berdik. Yo'l kirasiga $100 sarflayapti mashinga. Yo'l kirasiga. O'z hisobiga bitta mashina qilib ketyapti, $100 ga ketyapti mana shu golov. Hozir upakovka qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa jo'natib beramiz. Qashqadaryo shahar Sabzida akamiz zakaz qilgan. Qashqadaryo shahar Sabzida yo'q, shu xullas Voha tarafda Samarqandlikmi deygina, xullas daftarga yozib qo'yganman.
100 ming 200 ming so'm zaklatib berasizlar, bo'ldi. Qolganini borgandan keyin to'lov qila olasizlar. Bemalol shopirdan xohlasanglar klik orqali to'lov qilsanglar, xudo xolasa bo'laveradi inshaalloh. Garantiyalarini beraman. Bunimiz lotka model. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilsanglar, zakazlar qabul qilyapmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib Ro'za Ramazon oyiga bonuslar qilib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.